Azizlar, havas qilganlar bitta like bosib qo'yasizlar. Biz hozir Andijon shaharidan Oltinko'l, ya'ni Oqtepaga 30 kilometr kelganmiz. To'g'risi uyni ko'rib rosa havas qildim. Nimaga har bir detalga ahamiyat berishgan ekan. Bu uyni chiroyli bo'lishiga sabab bo'lgan mana Alkafon aka-ukalarimiz. To'g'risi men havas qildim. Alkafon tunikafon bu. Tunikafon. Bu Alkafon deb o'ylab akalar shunaqangi chiroyli chiqqan. Alkafon fasondagi tunikafonimiz. Bu high-tech fason hisoblanadi. Ishlarga besh, har bir ishga detalni, ya'ni mehrni yondashsanglar, san'at asariga aylanadi qadrdonlarim. Hozir xizmatlarimiz qayerlarga bor akajon? Aka, xudo xolasa 12 ta viloyat bo'yicha dastavkamiz, xizmatlari hamma yo'g'i ichida, Samarez Reka Lesasiga doğru ichida. Albatta aka, qildiradigan insonlarga narx qanaqa bo'lyapti? Narximiz 120 mingdan 140 mingga doğru bo'lyapti. Qiyinroq fason bo'ladigan bo'lsa, kelishilgan holatda qilib beramiz. Inshaalloh 100 xil fasonlarimiz bor. Uyingizga kelib, dizayneriga qarab, o'zimiz dizaynerimiz sizga dizayner tanlab beramiz. Azizlar, bundan tashqari Andijon hududi bo'ladigan yotoqxona shart emas. Qatnab ishlasholadi inshaalloh. Adashib ketdim. Bilasizlar, biz sizlarga hamisha qadriyatimizdan kelib chiqib tavsiya qilamiz. Nomerlar qoldirib qo'yamiz, telefon qilasizlar.